Siz ingliz tilidan dars berasiz va daromadingiz 10 million, 12 million holatda endi onlayn ta'limga kirib kelishni reja qilyapsiz va o'zingizga buni keyingi daraja sifatida daromadingizni 2, 3 balkim 10 barobar oshirishni reja qildingiz. Lekin siz aynan nima qilish kerakligini, qay tartibda kanal yuritish kerak, marketing, sotuvlari, dars berishim o'zi loyiqmi, noloyiqmi degan savollar sizni qiynaydi. Va undan ham katta savol, men bunaqangi onlayn ta'limga kirib shaxsiy brendimni rivojlantirish uchun prodyuser bilan ishlashim kerak. Prodyuser katta jamoa, katta risk, katta xarajat degan to'siqlaringiz bor. Va mana shu to'siqlarni bugun yechgan holatda sizga prodyuser siz ham siz o'zingiz shu holatingizda qisqa xarajatni amalga oshirgan holatda katta natijalarga erishishingiz mumkinligini ko'rsatib beruvchi real keyslarga asoslangan video tayyorladim. Va bu videoning oxirida sizga maxsus offerimiz bor. Va bu offer sizga aytayotgan barcha maslahatlarimni aynan men bilan birga bosib o'tish imkoniyatini beradi. Agar sizga video qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha ko'ring, afsuslanmaysiz. Bu videomizda ajenda sifatida sizga aytishimiz mumkinki, birinchisi, siz xohlayotgan darajaga chiqishdagi og'riqlar va bu og'riqlarni yechimini berishdagi to'siqlar va to'siqlarda aynan qanaqa ko'rinishda yechishingiz mumkinligi bo'yicha amaliy tavsiyalar va ana undan keyin mana shu hammasini birlashtirgan holatda sizni transformatsiyaga olib borish mumkin bo'lgan dasturni offeri va taqdimoti bo'lib o'tadi. Og'riqlar masalasiga to'xtalsak, siz va sizga o'xshash ustozlardagi asosiy og'riq, aynan siz offlaynda dars beradigan holatda bo'lsa, ko'p soatlar, stress va qaysidir ma'noda o'zingizni qoniqmasligingiz. Albatta, shuncha ishlaganga yarasha o'zingizda kompensatsiya hissini olmaganligingiz bunga sababchi bo'ladi. Nafaqat bu sizdagi daromad bilan bog'liq, balkim o'quvchilaringizga dars berish jarayonida qaysidir ma'noda yangilikning kamligidan va o'zingizdagi authorityni, ya'ni ruschasiga avtoritet, o'zbekchasiga aytganda hurmat, e'tibor va mana shunga o'xshash o'zingizga bo'lgan ishonchni kamligi sizni o'zingizni ustoz sifatida haqiqiy pedagog, educator odam sifatida o'zingiz his qilmasligingizni sababchisi bo'ladi. Bilasizmi, bu yerda gap sizga qilinayotgan kompensatsiyadagi pul emas, balkim siz o'zingizning potensialingiz bor, o'sha potensialni to'liq ocha olmayotganligingizdan va o'sha ocha olmayotganligingizdan o'zingizni jahlingiz chiqadi. O'quvchilarga yangilik bilan dars o'tmasligingiz, yangilik bilan dars o'tishingizga qaysidir ma'noda sizda motivatsiyani erishmasligi, yangi bilimlarni olishdan qaysidir ma'noda to'xtab qolishingiz sizni keyingi darajaga olib chiqishdagi asosiy og'riqlaringiz va to'siqlaringiz hisoblanadi. Yana ham og'riqni keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, mana siz shu vaqtgacha har xil YouTube'dagi videolardir balkim, siz ingliz tilini bilasiz, balkim Harmoziylarning videolarini ko'rgandirsiz, marketingga doir, siz mana onlayn ta'limni boshlamoqchiman, shaxsiy brendni qilmoqchiman deb bir necha marta urinib ko'rgansiz. Telegram kanal ham ochgandirsiz yoki Instagram ochgandirsiz, bir necha marta videolar ham qo'yib ko'rgandirsiz. Lekin natija kutilganidek emas. Balkim siz natija qilguningizcha yetarlicha harakat qilmagandirsiz, balkim avval boshdan noto'g'ri qadamlar bilan kirgandirsiz. Yoki siz qanaqadir siri bor deb o'ylab turib, harakat qilayotgan paytingizda sirni qidirib, kichkina mayda detallarni ko'zdan qochirgandirsiz. Lekin mana shu joyda eng yomon narsa o'zingizni o'ziga bo'lgan ishonchingizni yo'qotib qo'yish. Oxir oqibatda onlayn ta'lim menga emas deb qo'ya qolasiz. Chunki siz agar natija ko'rmaydigan bo'lsangiz, bu narsani oxirigacha yetkazishga qaysidir ma'noda sizda demak sabablar qolmaydi. Ya'ni shuncha qilyapman, nima kerak? O'zi shuncha Telegramda kanal bo'lsa, meni kanalimni kim zor qopdi degan ma'nodagi o'y-xayollar sizni to'sib turibdi. Bu og'riqlar hali beri tugamaydi. Nafaqat siz o'quvchilarga dars berish jarayonidagi xoh onlaynda bo'lsin, urinib ko'rdingiz, xoh offlaynda bo'lsin, mana dars berib yurish jarayonida qaysidir ma'noda bir etapga kelganda o'quvchilaringizni intizomi yo'qligidan, ularni vazifalarini vaqtida bajarmasligidan va vazifalarni topshirmasligidan va bu uzoq muddatda sizni reputatsiyangizga ta'sir qilishi. Reputatsiyani olib qo'ying. Shunchaki o'zingiz bilan o'zingiz kechqurun uxlashdan oldin yotganingizda olayotgan oyligim qanchalik o'zimga arziydi degan savolni berayotganingizda o'quvchilaring natija qiladimi, yo'qmi, o'zi progress bo'lyaptimi, yo'qmi degan savolni berishingiz mana shu sizni qiynaydi. Va bu sizni og'rig'ingiz hisoblanadi. Hatto offlaynda men hali o'quvchilarimni yaxshi natija qildira olmayapman, uyga vazifasini hattoki oxirigacha bajartira olmayapman degan qo'rquv mana shu sizning asosiy og'riqlaringizdan biri. Hali offlaynni qollatib qo'ymadim-ku, onlaynga yo'l bo'lsin. Chunki offlaynda tepasida turib o'quvchini vazifani qildira olmayotgan bo'lsam, onlaynda qanaqa qildiramiz degan savollarni borligi va u savollarga sizda javobning yo'qligi
hali ham onlayn ta'limga kirib kelishingizdan to'sib turibdi. Demak, og'riqlarni sanab o'tdim va og'riqlarimiz shular bilangina chegaralanib qolmaydi. Buni o'zingiz mendan yaxshi bilasiz. Lekin keling, og'riqlarni yechimini qaysidir ma'noda bilsak-da, baribir bizda to'siqlar bor. O'sha to'siqlarni nimalar ekanligini va ularni qanaqa qilib yengib o'tish mumkinligini siz bilan gaplashsak. Birinchi to'siq offlaynda ishlayotgan odamni onlaynga kirib kelish holatida juda eng katta to'siqlardan bittasi bu. Shuncha Telegramda onlayn ta'lim beradigan ustozlar bor-ku, mani bozorga keragim yo'q degan to'siq. Mana shu fikr, bu mindset. Ya'ni miyamizdagi to'siq. Bir narsa aytaman sizlarga, bu narsani o'zinglar mendan yaxshi bilasizlar. Har doim to'siqlarimiz aslida miyamizda bo'ladi. Senekaning gapi bor. We suffer more in imagination than in reality deydi. Tarjimasi bilasiz, biz tasavvurlarimizda real hayotdan ko'ra ko'proq siqilamiz, tashvish chekamiz deydi. Xuddi shunaqa, bizda ham xuddi shunaqa ustozlar. Siz o'quv markazida ishlaysizmi, xoh private schooldami, xoh davlat maktablarida ishlaysizmi, balkim universitetda dars berarsiz, balkim repetitorlik qilarsiz o'zingizni joyingizni ochib, to'g'rimi? Istalgan holatda ham, qaysi holatda dars berishingizdan qat'iy nazar, sizda hech bo'lmasa kechqurun Instagramda reels ko'rib yotadigan 1 soat, 2 soat uxlashingizdan oldingi vaqtingiz bor. O'sha vaqtni o'zida siz kontentlarni qurishingiz mumkin-da. Va bu narsa sizga turtki bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni vaqtim yo'q demang, vaqtingiz yo'qligini bilish uchun Telegramingizda screen time'ni ko'ring, qancha muddat onlayn turganingizni. O'sha sizga aytadi, qanchalik vaqtingiz bor yoki yo'qligini. Chunki hammaga 24 soat berilgan, faqat uni qanaqa boshqarish siz bilan menga bog'liq. Men sizga motivatsiya bermoqchi emasman. Hamma bu yerda ongli insonlar yig'ilgan va aniq bilamanki, bu videomiz hali millionlab ko'rilib ham ketmaydi, chunki juda kamchilik odam shu vaqtgacha o'tiribdi hali. Lekin siz shu vaqtgacha o'tirgan bo'lsangiz, bilingki, sizda haqiqatda niyat bor, rostdan o'zgarishni reja qilgansiz. Demak, biz sizda ikkita to'siq bor dedik. Bitta ikkalasi ham aslida sizni, demak, mindsetingizdagi to'siqlar, asosan to'siqlar mindsetda bo'ladi deb gaplashdik. Birinchisi sizda bozor saturated degan to'siq bo'lsa, ikkinchisi "Xo'p, men kirdim, endi nima qilaman? Qandoq qilaman?" degan savol. Ikkalasiga ham yechimlarini birin-ketin beramiz. Birinchisi, bozor saturated degan savolga. Ha, lekin bozor hali to'yinmagan. To'g'ri, katta ustozlar bor, lekin ularni tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan holatda ularni kirish tarixi bor onlayn bozorga. Bu nima degani desa, hali ham Murod Nazarovlarning gapi bor-ku, varrak uchirib qolish kerak. Shamol hali bor va varrak uchirishga joy bor deb. Boshqa filosofik gap aytishadi va bu to'g'ri. Hozir ham O'zbekistonda aynan ingliz tili uchun varrak uchirishga bizda imkoniyat bor. Buni nimaligini tushuntirishga harakat qilaman. Qarang. Varrak uchirish bu shunaqangi teoriyaki, bunda sizda varrak bo'lish kerak va o'sha varrakni uchirishga vaqt bo'lish kerak. Varrak bu asosan sizdagi ekspertlik, ya'ni sizni o'zingizni holatingiz, shaxsiy demak brendingiz bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy brend deganda siz hali hech qanaqa auditoriyangiz yo'q, lekin auditoriya berib qo'ysam, sizga mana 10 mingta auditoriya deb berib qo'ysa va ular sizni hammasi sizni taniydi deb o'ylasak, tasavvur qiling. Siz ularga ertaga nima ulashasiz? Indingacha nima dars o'tasiz? Qanaqa ko'rinishda o'tasiz darsni? Shu narsalarni bilasizmi degan savol tug'iladi. Ya'ni men sizga aytyapman, bozor hali bo'sh, lekin bozorda bo'sh bo'lish degani boy varrak uchirib qolish kerak degan holatda varragingiz bormi degani. Va varrak uchirib turishga vaqtingiz yetadimi? Varragingiz to shamol bilan chiqib qolguncha. Vaqtingiz yetadimi degani, siz offlayn darslaringizdan qaysidir ma'noda e'tiboringizni bunga ham qarata olasizmi? Eng qizig'i, bunga e'tibor qaratish uchun 24 soat bo'sh bo'lish kerak degani emas. Siz boyga 2 soat Instagram reelsga sarflaydigan vaqtingizni o'zidan ham e'tibor qaratib qilsangiz bo'ladi. Xoh Instagramga kirish bo'lsin, xoh YouTube'ga, xoh Telegramga, xohlagan istalgan tarmoqni ayting, o'shanga kirib, qunt bilan qilish uchun siz content planni oldindan tuzib oladigan bo'lsangiz, bemalol qilsa bo'ladi. Bozorda hali joy bor degan argumentimga misol va demak isbot aytadigan bo'lsam, bu O'zbekiston holatidagi 35 milliondan oshiq bo'lgan aholini demak 80% yoshlarni tashkil qilish. Bu 20 million degani. 20 million insonlarni bizda bo'lishi va umumiy siz offlayn ta'limdagi o'quvchilarning hisob-kitobini, onlayn hozir o'qiyotganlar hisob-kitobini hisoblasangiz ham 5 millionga yaqin bo'lmaydi-da. Endi to'g'ri, universitetda o'qiyotganlar, har bitta maktabda o'qiyotganlar o'z holatda o'qiyotganlar bordir, lekin ularning hammasiga qo'shimcha ingliz tili kerak. Bozordagi top 10 tacha onlayn maktablar bor. U maktablar katta qismini oladi, to'g'ri. Va ustozlar bor. O'sha Telegram kanalda sotishadi, Instagramda web zapusklar qilishadigan ustozlar. Ular ham qaysidir qismini oladi bozorni.
lekin hali bozorda ingliz tilini o'rganishi kerak va kerakligini biladigan auditoriya juda ko'p va ular aynan sizga o'xshash ustozlarga demak muhtoj. Shunchaki siz o'zingizni borligingizni bildirmayapsiz. O'zini borligini bildirish bu reklamasiz hozir iloji yo'q. Ya'ni siz qachondir bitta yaxshi video qilganingiz shu uchib ketib qolib, keyin sotuvlaringiz zo'r bo'lib ketadi yoki keyin siz zo'r tanilib ketasiz degani emas. O'sha zerikarli. Har kungi doimiy kontent, zerikarli deganda har kuni kontent qilish zerikarli qiyin. Chunki sizda ideya tugab qolishi mumkin. Va tugab qolishini oldini olish doimiy o'rganish bilan bo'ladi. Ya'ni siz doim o'zingiz shaxs sifatida rivojlansangiz, auditoriyangiz ham shunga mos bo'ladi. Hech qachon siz o'zingizni aqlli odamlarni kanalingizda ushlab qola olmaysiz. Lekin siz qancha aqlli bo'lganingiz sari siz qamrab olishingiz mumkin bo'lgan auditoriyani qamrovi kengayadi. Xo'p, endi reklama qilish dedik. Reklama o'zi nima va u nima uchun kerak degan savolga javob bersak, sizdagi birinchi to'siqni yechimi paydo bo'ladi. Demak, reklama o'zi nima? Reklama bu sizni bor ekanligingizni sizdan sotib olish mumkin bo'lgan potensial mijozlarga bildirish. Ya'ni biz bor narsani ya'ni biz bir narsani borligini bilsakgina o'sha narsani tatib ko'rishimiz mumkin. Siz o'zingizni borligingizni bildirmasangiz, sizdan hech kim hech qachon demak produktni olishi mumkin emas. Qachonki o'sha sarafanli marketing bo'lib, oldingi o'qigan o'quvchilaringiz sizni qaysidir o'rtog'iga qachondir kerak bo'lib qolgandagina tavsiya qilmasa, siz o'zingizni reklama qilmasangiz bo'lmaydi. Bu narsani tushundingiz. Endi reklama turlari va aynan siz hozirgi holatingizdan kelib chiqib, qanaqa ko'rinishda qilishingiz mumkinligi va uni qaysi holatda ishlasangiz minimum byudjet bilan maksimum foyda olishingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda reklama turlaridan avval siz nimaga degan savolga tushunib olishingiz kerak. Nimaga reklama qilishim kerak degan savol. Birinchisi, boya aytganimdek, potensial mijozlarga borligingizni bildirish. Ikkinchisi, darslaringizni qimmatroqqa sota olish uchun sizda authority bo'ladi. Odamlar sizni tanisa, sizdan produktingizni narxini surishtirmasdan olish mumkin. Endi surishtirmasdan degani siz bozorda yo'q narxni qo'yasiz degani emas. Eng past bahodagi narxlarni ham qo'ymaysiz degani. Ya'ni siz bozorda demak o'z o'rniga ega bo'lgan inson bo'lasiz. Ekspert bo'lasiz. Uchinchisi bu bozordan chiqib ketib qolmaslik. Hozir o'yin shunaqangi shiddatliki, reklama qilib o'zini yuzini ko'rsatib turmaydigan inson tezgina insonlarni xayollaridan, eslaridan chiqib ketadi. Buni siz istalgan sohadagi brendlarni olishingiz mumkin. Agar reklamalar to'xtaydigan bo'lsa, sotuvlarga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Xuddi shunaqa info biznesda ham, ya'ni bizni biznesimizda informationni biz sotamiz, to'g'rimi? Ingliz tilini tekinga o'rgansa bo'ladi, lekin nega siz bilan o'rganish kerak desa, u sizga ishonadi. Va ishonch uchun sizga qatdan ishonch keladi desa, u sizni doim ko'rishi kerak, sizni borligingizni bilishi kerak. Endi qay yo'l bilan deyish bu reklamani turlariga borib keladi. Bizda reklama ikkiga bo'linadi, to'g'rimi? Onlayn yoki offlayn. Offline haqida gapiradigan bo'lsam, bu juda sodda va qisqa, buni bilasiz. Bu shunchaki sarafanli, siz taniydigan insonlarga borligingizni bildirish, ko'rishganda men yersiz ustozman deb aytishingiz va qaysidir ma'noda buni tor doiradagi insonlargagina yetkazishingiz bo'lsa, onlaynda buni turlari juda ko'p. Misol uchun siz bu videoni ko'rish uchun Facebook Ads orqali yoqilgan Instagramga target orqali keldingiz. Bu reklamaning birinchi usuli, to'g'rimi? Facebook Ads orqali Telegramda target yoqiladi va o'sha target orqali siz mijozlar oqimini istalgan joyga yo'naltirib olishingiz mumkin. Odatda bu Telegramga yo'naltiriladi. Yoki biznikiga o'xshash produktlarda bu VSL deydi, bu video sales letter. Bu yerda men hozir sotuv qiladigan letter bo'ladi. Bu yerda men hozir video sales letterni amalga oshiryapman, ya'ni sizga og'riqni tushuntirib, unga yechimlarni berib, yechimni men bilan birga qilishing mumkin produktimni sizga taqdim qilaman. O'sha taqdim qilish jarayonidagi bu video turi VSL deyiladi yoki landing page. Katta ehtimol landing page-ni ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. U yerda sotuv veb-sayti. Va ko'pchilik webinar kanallariga olib o'tadi, to'g'rimi? Yoki reklamalar orqali lead magnet ko'rinishda, ya'ni o'zini leadlarini oqimini jalb qilib, qanaqadir foydali ma'lumot beradi. PDF fayllar bo'lishi mumkin, audio podkastlar yoki istalgan ko'rinishdagi sizni mijozingizga foydali bo'ladigan, og'riqqa yechim bo'ladigan, demak, mahsulotni taqdim qilasiz. Bu o'sha Facebook Ads, ya'ni Instagramda ko'rinadigan yoki Facebookning o'zida ko'rinadigan adslar orqali qilingan reklama. Bu yerda leadlarning narxi hozirda aynan education sohasi nisbatan qimmatlashgan. Shunga tayyor bo'lib kirish kerak. Va bu yerda siz videolarga chiqa olishingiz ham muhim hisoblanadi. Chunki videosiz postlar orqali reklamani o'zini qilish hozir qaysidir ma'noda effekti pastroq hisoblanadi. Keyingi turdagi reklama va bu eng ommaboplaridan biri, bu narsani o'zim yaxshi bilasiz, bu Telegram bloklarga qilinadigan reklama.
Telegram blogda qilinadigan reklama turli xil ko'rinishda bo'ladi. Bu shunchaki Telegram blogingizga demak, yana lead magnetlarni bergan holatda qilish. Lead magnet degani nima degani? Misol uchun speaking bo'yicha men kurs qiladigan bo'lsam, men ertaga speaking bo'yicha dars o'tib berishim mumkinligini aytaman. Ya'ni meni reklamamni boshqa bir o'sha til kanallarida yoki istalgan reklama qilingan kanal auditoriyasi o'tishi uchun CTA bo'lishi kerak-da. CTA call to action, ya'ni nimaga o'tishim kerak degan savolga javob qanaqadir foydali, ularga nimadir bo'lishi kerak. Misol uchun meni speaking samplarim bo'lishi mumkin, pronunciation bo'yicha tayyorlab qo'ygan kitobim bo'lishi mumkin yoki aytaylik ularga men dars o'tib berishim kerakdir. Yoki marafonmi, bilmadim. Istalgan ko'rinishdagi foydali ma'lumot ularni o'tishga undovchi. Bu reklama turi va bu orqali keyin men mijozlarimni jalb qilgan bo'laman. Yoki hozir Telegram Ads degan funksiya chiqqan. Bu orqali siz Telegramda premium bo'lmagan Telegram foydalanuvchilariga o'zingizning reklamalaringizni qilishingiz mumkin. Bu biroz murakkabroq jarayon. Buni ton orqali qilish mumkin. Telegram o'zining currency'si yoki yevro kabinet ochish orqali ma'lum bir summa, bu 500 yevro ekan, o'shani ochib, depozit qo'yib, o'zingizga reklama akkaunt ochib, ana undan keyin reklama akkauntdan yoqish ko'rinishida bo'ladi. Buni ustoz sifatida sizni bilmasligingiz tabiiy holat. Bilishingiz ham shart emas. Buni sizga ekspert qilib beradi. Lekin shunaqangi ko'rinishda reklama qilish borligini bilishingiz kerak va ulardan foydalanib ko'rishingiz kerak. Qaysi biri sizga eng zo'r ishlaydi? Xo'p, hozir O'zbekistonda hali mashhur bo'lib ulgurmagan, lekin katta ehtimol bilan potensiali bor bo'lgan platforma haqida gapirmoqchiman. Bu LinkedIn. LinkedInda bilasiz, asosan professional odamlar o'zlarining professional hayotlari bo'yicha yangiliklarni yoritib borishadi. Aytaylik, kim qaysi ishxonaga joylashdi, qanaqa tajriba orttirdi, qayerda qanaqangi volontyorlik qildi, qaysi sohada necha yildan beri ishlaydi, o'zi uni ishlashi funksiyasi nimadan iborat, o'zi u kim, ishga oladimi, ishga demak joylashadimi. Mana shu ko'rinishdagi postlar u yerda bor bo'lsa, u yerdagi auditoriya professional, demak ishchilar. Ular maktab o'quvchilari emas, ular shunchaki Instagramga o'xshab birinchi ko'rgani kirmadi yoki Telegramga o'xshab muloqot uchun foydalanmaydi. Ular u yerda qaysidir ma'noda o'zini professional holatini ko'rsatadi. Demak, siz o'sha qaysidir professional sohadagi odamlarni tanlab, nishasini u yerda ham reklamangizni amalga oshirishingiz mumkin. Va hozir men buni aniq bilib ayta olamanki, kelayotgan 1-2 yil ichida LinkedInni O'zbekistondagi foydalanuvchilarning oshishini kuzatadigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha bu narsa kuzatilyaptiki, LinkedIndagi lidlar narxi hali arzon va u yerda nishani topish juda oson. Siz qaysidir ma'noda biznes egalari uchun kurs qilishingiz mumkindir yoki aytaylik bank sohasidagi insonlar uchun maxsus ingliz tili kurs qilarsiz yoki siz PhD qilayotganlar uchun qilasizmi? Qarang, juda ko'p nishalar bor va bu nishalar bo'sh. Qaysidir nishani tezroq tanlab, o'sha nisha bo'yicha reklamalaringizni birinchi olib chiqa oladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni shu soha vakili sifatida sizning yutug'ingiz shu bo'ladi. Chunki meni o'zim qanaqa ko'rinishda qilganman, hozir meni Telegramni ko'rishingiz mumkin, onlayn dars haqida gapirib olsan, hop qanaqadir produkt taqdim qilaman deb olsan, o'zi sen kimsan degan savolga javob sifatida ayta olamanki, men har xil nishalarda o'zimni sinab ko'rib, o'sha yerda siz o'ylamagan daromadlarni qilgan inson sifatida tanishtirishim mumkin. Men English for Marketing kursini qilganman. Bu yerda asosan digital marketing sohasidagilar uchun maxsus qilingan dastur. Ularga ham ingliz tili kerak. A nuqta B nuqtasini ko'rsatib berganingizdan keyin bemalol sotib olishadi. Men English for Business qilganman. Bu aytganimdek English for o'sha bank qilingan, ya'ni bu yerda bank sohasidagilarni o'zini nimasi, demak, sohasiga mos ingliz tili. Bu yerda ingliz tili grammatikasi tubini o'rgatish yoki kontent o'zgarib qolmaydi. Faqat ularni maqsadlaridan kelib chiqib produkt tuziladi. Bu alohida masala, lekin boyagi reklama qilish haqida aytilganda yangi platforma LinkedIn bo'lsa, LinkedIndan foydalanish va uni qaysi ko'rinishda ishlasangiz sizga eng zo'r foyda bo'lishi haqida ma'lumot berib kelyapman. Keling, endi eng muhim savolga javob bersam. Reklamaga qancha byudjet ajratish kerak? Bilasizmi, hech qanaqa limit yo'q, lekin oxirgi ma'lumotlarga qaraganda ta'lim sohasining, aynan bo'lmam til sohasida lidlarning narxi Telegram Ads orqali qilinganda 10 sentdan tushayotganini ma'lum qilishdi targetologlar. Bilasizmi, bu o'rtacha narx va narxni 10 sentni oshib ketishi yoki uni yana ham tushira olishingiz sizdagi reklamani, kreativni qanchalik demak effektivligiga bog'liq. Ya'ni effektivligi deganda sizga o'sha reklama postidagi rasmingizni ko'rinishi, hatto uni rangi, offer va byudjet
Budjet eng katta demak faktorlardan bittasi hisoblanadi. Nimaga bunaqa deyapman? Boya aytdim, ton Telegram o'zini currencysi orqali sotib olish yoki Yevrokabinet orqali sotib olish. Ikkalasini farqi, ya'ni birinchi entry level kirish holatida Yevrokabinetdan ochish 500 yevrolik ochish va u yoqqa depozit ham qo'yasiz 50%. Bu deganingiz 750 yevroga tushadi. Shunchaki ochishni o'zi va o'sha yerdan siz 250 yevrogacha bo'lgan holatidagi sizni summangiz bo'ladi, ishlatishingiz mumkin. U yog'i e, o'zlarini xizmat haqqiga olib qolishadi. O'sha Yevrokabinet ochib beradigan servisdagilar. Va bu effektini ko'radigan bo'lsangiz, o'sha 750 dollar Yevrokabinetga pul sarflab qilingan reklama bilan xuddi shu 750 yevro ko'rinishdagi summani siz tonga tikadigan bo'lsangiz, osmon bilan yercha farqi bor. Ya'ni Yevrokabinet qulayroq. Lekin boshlanishiga ton orqali qilish ham mumkin. Va bu sizni qanchalik maqsadlaringizga bog'liq. Misol uchun, agar siz men kanalimga 10 mingta, 15 mingta odam olib kiraman deb shunaqangi reja bilan kiradigan bo'lsangiz, Yevrokabinet ancha qulay boshqa usullarga qaraganda. Boshqa usul bizda nima bor alternativa? Facebook, Telegram Ads, yoki Telegramni o'zidagi ichki kanallar, influencerlardan olingan reklama bo'lishi mumkin yoki Telegram Adsni tonlar ko'rinishidagi reklamasi. Bu holatda Yevrokabinetni ochib qilinganligi sizga demak afzalroq tushadi. Qaranglar, men bu narsani o'ta murakkab qilmoqchi emasman. Istalgan ko'rinishdagi reklamalarni siz ham analiz qilgansiz. U yerda aytganimdek CTA bo'ladi, call to action, ya'ni nimaga o'zi kirishim kerak, bundoq press qilib bosishim kerak desa, chunki deb turib offer beriladi. Speakingdan agar pronunciation rivojlanmayotgan bo'lsa yoki grammatika senga qiyin bo'lsa yoki readingni comprehensionni oshirish yoki grammatikani writingda qo'llash deysizmi, bilmadim. Sizdagi offerni qanchalik aktualligi, o'shanga qarab reklamangiz demak bu yerda effektivligi o'lchanadi. Instagram, Facebook Ads orqali qilinayotgan demak target reklamalarda hozirda bitta leadni narxi eng kam tushira olishganlari 40 sentni nazarda tutishyapti va bu 1 dollargacha ketishi mumkin. Bu degani siz 100 ta obunachi 50 dollarga tushadi, mingtasi 500 ga tushadi degani. Facebook Ads orqali Instagramda storydan o'tkazib qoladi yoki reelslarni o'zi chiqib qolishi mumkin. Istalgan ko'rinishda target kreativlarni yoqishingiz mumkin. Buni targetolog bilan yana bitta maslahatlashasiz, lekin siz hozir targetolog bilan gaplashishingizdan oldin sizga reklama budjet ajratayotganingizda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan nuqtalarni aytib ketyapman. Bu ma'lumotni osmondan olganim yo'q. Shu sohadagi, shu kecha kunduzda o'zlari targeting bilan shug'ullanayotgan, demak, ekspertlardan fikr olingan. Bu 2026-yilni yanvar oyidagi holat bo'yicha gapirilayotgan gap. Ta'lim sohasida bundan buyog'i leadlar narxi oshadiki, tushmaydi, chunki bozorga ko'p o'yinchilar kirib kelyapti. Shu misolda siz ham bu o'yinchilardan birisiz. Xo'p, endi reklamani budjetini ajratishingiz xuddi shu ko'rinishda o'zingizga mo'ljal olsangiz bo'ladi. Misol uchun 500 dollar ajratsangiz, o'rtacha qancha auditoriya olib kirishingiz mumkinligini o'zingiz hisob-kitobini qilsangiz bo'ladi. Yo'q, men oyiga 1000 dollar ajratmoqchiman deydigan bo'lsangiz, u boshqacha ko'rinishda ketadi. Lekin bu yerda siz o'zingiz o'sha 1000 dollar, mana 1000 dollar deb turib reklama qilayotgan paytingizda baribir boshlanishida xatolar qilasiz. O'sha xatolar qilishga tayyor turing. Qaysi auditoriyadan qanaqa ko'rinishda reklama olganingizda nima bo'ldi, bu narsalarning analizlarini o'rganishingiz kerak bo'ladi va bu sizdan ozgina marketingga doir bilimlarni ham talab qiladi. Bu doimiy o'rganish degani. Xo'p, endi men hozir o'ylaymanki, VSL videoni ko'rayotganlar tushunishdi. Boyagi offer haqida gapiradigan bo'lsam, bu Teachers Mentorship dasturi. Bu aynan siz holatingizdagi insonlar, ya'ni daromadlari 10-12 million atrofida, balkim 15-20 milliondir, lekin endi shuni 30-40 million, balkim undan ham ko'p, cheksiz darajada, ya'ni hozir rosti imkoniyat bor. Biz minglab sotuvlarni qilishimizga va qilayotganlarni ko'ryapmiz va imkoniyat borligini bilib men sizga aytyapman va bu narsani siz birgalikda o'tish uchun qaysidir ma'noda sizga yo'l yo'riq ko'rsatib turadigan, muhtojsiz deb ayta olmayman, o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi, lekin bo'lsa yaxshi edi. Xo'p, bu o'zi dastur nima? Nimaga o'zi senga ishonishimiz kerak deb so'raydigan bo'lsangiz, meni ismim Mirjalol Soatov. Hozir mana shu YouTube kanalni demak, men o'zim yuritaman, kirib ko'rishingiz mumkin. U yerda o'sha Celta Certified ustozlar bilan podkastlarimizni ko'rishingiz mumkin, o'zimni solo videolarimni va undan tashqari asosiy faoliyatimni men onlayn ta'lim berish orqali olib boraman. Bundan oldin Barnom Mukiyevani shogirdlari bo'lib birgalikda offlayn ishlaganmiz. Undan keyin o'zim alohida chiqib ketdim va Zhab o'quv markazida Behruz Muxtorov bilan birgalikda ishladik. U yerda boshqaruvchilarni amalga oshirib, umumiy demak ta'limda hozirda 6 yillik tajribaga bo'lgan ustozman va tajribam davomida men boya aytganimdek Business English, marketing, English for marketing, bundan tashqari onlayn speaking kurslari bo'yicha bir nechta sotuvlarni amalga oshirganman. Va odatda bizdan daromad haqida so'rashadi. Daromadni men 3000 dollar plus sifatida sizga aytishim mumkin. U yoqlari aniq detallarga ochilmaydi va hozir shu narsani qilayotgan odam sifatida
va IELTS Hub degan community bor. Bu yerda eng katta O'zbekistondagi IELTS ustozlari, o'sha 200 mingtalik auditoriyaga Multilevel Abror aka Rahmatullayevdan tortib, Sirojiddin Isbulok, Muhriddin Xo'jayev, Ozodbek Botiraliyev va Naynerlar hammalari bor bo'lgan communityni a'zosi sifatida ayta olamanki, man sizga qaysidir ma'noda yo'l yo'riq ko'rsatishga arzirli insonman sifatida. Xo'p, endi dasturni biz oldin ham qilganmiz, uni natijalarini ham amalga oshirganmiz. Natijalar haqida video case tayyorlaganman. Buni bitta o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu dastur o'zi nima, kim uchun emas va oxir oqibatda B nuqta qanaqa bo'ladi degan savollarga javob bersam. Bu Teachers Mentorship dasturi. Asosan bu daromadni allaqachon 10 million, 12 million va undan yuqori ko'rinishda topayotgan tajribali ustozlar endi o'zlarini onlayn ta'limda sinab ko'rishga jiddiy bel bog'laganlar uchun. Siz undan tashqari dars o'tishida o'ziga yangi texnikalarni qo'llashni o'rganishni reja qilgan va endi professional tarzda o'zlarini darslarini onlaynda ham tashkil qilishni reja qilayotgan, o'zini auditoriyasiga ega bo'lishni va doimiy mijozlar oqimiga ega bo'lgan holatda daromadini 2-3 barobar oshirishni demak reja qilayotgan ustozlar uchun qilingan dastur. Dastur 4 ta moduldan iborat. Har bitta modul bo'yicha qisqacha ma'lumot berib ketaman. O'zi umumiy dastur 8 ta mastermind ko'rinishida har hafta yakshanba kunlari amalga oshirilsa, haftasiga yana bir marta onlaynda dars bo'ladi. Umumiy 16 ta dars ko'rinishida bo'ladi va har bitta modul uchun 2 hafta vaqt ajratilgan. Endi birinchi modulga kiradigan bo'lsak, language development. Bu yerda nima qilamiz? Bu IELTS kursi emas yoki TOEFL kursi emas, bu sizni ekspert sifatida o'zingizning ingliz tilingizni ustida ishlash kursi. Bu yerda siz umumiy advanced language development deb tasavvur qilishingiz mumkin. Sizga beriladi topshiriqlar doimiy va uni bajarasiz. Jarayonda men dars o'tishni qanaqa bo'lish kerakligini real example bilan ko'rsatib, sizga dars o'tib beraman. Va bir vaqtning o'zida biz bir-birimizga dars beramiz va umumiy siz har bitta qilinayotgan vazifalaringiz orqali tracking qilinasiz. Ya'ni sizni biz vazifalaringizni qilish jarayonini o'lchab boramiz. Ikkinchisi teaching deyildi. Bu yerda biz onlaynda qanday qilib engagementni oshirib, o'quvchini qiziqtirib ushlab qolish mumkinligi, nafaqat webinarda darslarni qanaqa o'tish, balkim butun produktingiz ko'rinishida darslarni qaysi platformada o'tasiz, necha minut o'tishingiz kerak, qanaqa qilib uni tashkil qilsa bo'ladi, qaysi platformadan foydalanib prezentatsiya qilasiz, AI dan foydalanish jarayonichi, prezentatsiyalarda zerikarli bo'lish, zerikarli emasligi, qiziqarliligi qanaqa o'lchanadi va uni siz birgalashib qilib ko'rib, amaliyot bilan o'rganasiz. Bizda xuddi mana shu narsani o'rgatadigan o'zi YouTube'da tekin videolar bor. Yoki language development qiladigan bo'lsangiz ham juda arzonga siz hozir endi juda arzon emas ko'rinishda ham umumiy baribir ham nisbatan arzonroq ko'rinishdagi IELTS kurslarini ham olishingiz mumkin. Lekin muammo nimada bilasizmi? Siz IELTS kursini olasizda yana ko'pincha saved message'da qolib ketadi vazifa qilish. Siz o'zi o'quvchilarim vazifa qilmayapti deb hayron bo'lasiz-ku, lekin o'zingizga diqqat bilan qarasangiz, xuddi o'zingiz ham xuddi o'quvchilaringiz kabi uy vazifalarini bajarmaysiz. Hozir aytayotgan narsalarimni katta ehtimol bilan siz bilishingiz ham mumkin va bilasiz ham, bu tabiiy. Lekin siz shu vaqtgacha qilmaganligingiz uchun hali ham o'zingiz xohlagan keyingi darajaga chiqmayapsiz. Demak, men sizga aytayotgan bu dastur ichida siz o'zingizni bilganlaringizni shunchaki bilish uchun yoki keyinchalik qachondir qilish uchun emas, balkim aynan bajarish uchun, amaliyotda qo'llash uchun kirasiz. Va bu yerda siz xuddi sizga o'xshagan o'zgaraman, transformatsiya qilish kerak, bo'ldi, vaqt bo'ldi deydigan ustozlar bilan bitta joyda bo'lganingiz sizga atmosfera beradi va qilmaslikning iloji yo'q bo'lib qoladi. Sizga men istalgan hozirgi kundagi zamonaviy, demak, dangasa, ishoning, zamonaviy dangasa insonlarga mos bo'lgan, demak, usullarda vazifani bajartirish orqali sizni natijaga olib chiqishga harakat qilaman. Jarayonda shtraflar ham bor bo'ladi, jarayonda yutuqlar ham bo'ladi. Nima qilib bo'lsa ham sizni natija qilishga qo'ymaymiz. Xo'p, men hozir research jarayonida hali ham mana ustozlar bilan gaplashish jarayonidamiz. Demak, o'sha har ikkala qismida ham language developmentda ham, teaching qismida bo'ladimi yoki boshqa modullarda bo'ladimi, doimiy ravishda siz nazoratda bo'lasiz va vazifani bajarmagunizcha qo'yilmaydi. Va teaching qismida biz tanlandi TKT imtihoni. Balki buni siz qilgandirsiz, bu ham ixtiyoriy, majburiy ko'rinishda bo'ladi, lekin hammalaringizni bir kunda imtihon sanasini registratsiya qilib, tayyorgarlik ko'rib kiramiz, olamiz. Bu qaysidir ma'noda sizni yana ham qualify qiladi.
Bu hozirda 2026-yildan TKT imtihonlari yana ustama berishga kiritildi deb xabarlar eshitildi. Siz bu kurs davomida TKT imtihonini ham topshirish imkoniyatiniz bo'ladi. Ya'ni bu man tomonidan qoplanib beriladi sizga TKT imtihoniga kirish va unga tayyorgarlik ko'rish va tayyorgarlik ko'rish jarayonida nazorat qilinishi, vazifani bajarishingiz. Bundan tashqari aytganimdek, boyagi platformalar bilan ishlash, umumiy classroom managementni ham hozirgi ADHD'si baland bo'lgan, diqqat qila olmaydigan, intizomsiz, dangasa o'quvchilar bilan ishlashni aynan real holatdagi keyslar bilan ko'rib chiqamiz. Va aynan siz dars berib, sizga feedbacklarni berib, to'g'rilamagunizcha qo'ymaymiz. Keyingi modul marketing. Marketingda sizda Instagrammi, Telegrammi, YouTube'mi yoki har uchalasimi, har uchalasida sizni shaxsiy brendingizni nishasi qanaqa ko'rinishda bo'lish kerakligi va content plan qanaqa bo'lishini nafaqat tuzamiz, balkim bajaramiz. Ya'ni marketing qismi keldimi, o'sha qismlarni hammamiz shu bizga qatnashayotgan mentorshipdagi o'quvchilar kanallarni ochishadi va content planlarini shu darsni o'zidayoq tuzib, ertasi kunidan yoki o'sha kunning o'zidan o'zlarini bloglarida postlarni qo'ya boshlaydilar. Va biz har biringiz bilan reality show qilamiz. Ya'ni sizni nazorat qilish jarayonini publikka ko'rsatamiz. Misol uchun Bahodir aka mana bizni mentorship qatnashchimiz, ular mana kanallarni ochadi va bular nishlar bunaqa bo'ladi degan ko'rinishda men o'zimni blogimda sizlarga berilayotgan topshiriqlar va uni javoblarini ko'rsatib boraman. Bu ham sizga yana ham motivatsiya bo'ladi darslarni va vazifalarni bajarishga. Shunda bu shunchaki shu vaqtgacha olgan kurslaringizga o'xshab kerak bo'lib qolganda ishlataman emas, balkim ishlatmasam bo'lmaydi, bo'ldi, qilaman degan ko'rinishda bo'ladi. Auditoriya quramiz. Hozir men va'da bera olmayman, lekin eng kamida 5000 tagacha auditoriya bor bo'lgan holatda birinchi sotuvlaringizni fail bo'ladimi, fail bo'lmaydimi qilib ko'rgan holatda dasturni tugatasiz. Dastur 2 oy davom etadi dedim. Har hafta yakshanba kunlari mastermindlar soat 10 dan 4 gacha bo'lgan holatda bo'ladi offline ko'rinishda va undan tashqari haftasiga bir marta chorshanba kunlari bizni onlayn darslarimiz ham bo'ladi. Va bizda platforma bor, platformada onlayn darslarimiz yozib qo'yilgan va sizni har biringizni vazifa topshirishingiz tekshirilib boriladi. Endi auditoriya bor, doimiy kontent chiqyapti, marketingda buni har xil jihatlarini ko'rib chiqdik. 4-inchisi nimasi? Sotuv. Chunki shunchaki auditoriyaning ko'pligi bu zo'r sotuv bo'ladi degani emas. To'g'ri nishadagi auditoriyaga, to'g'ri nishadagi offer bilan chiqilsa, produktingiz tayyorlangan holatda. Endi siz sotuvlarni to'g'ri qilish orqaligina siz xohlayotgan natijaga erishasiz. Va biz sotuv uchun alohida modullarimiz borki, u yerda sizga tushayotgan leadni, misol uchun aytaylik, admin akkauntga yozdi, uni olib qolib to'lovni qilgungacha bo'lgan holatdan produktingiz tugagandan keyin o'zini xursandchiligini bildirishgacha qanaqa ko'rinishda qilish kerak. Ya'ni bitta mijoz sizni tanimasdan keldi, darsingizda, vebinarda qatnashdi, keyin sotib oldi, sotib olgandan keyin produktingizda, ya'ni darsingizda onlayn kursida qatnashyapti, kursingizni tugatib bo'lib, mamnun chiqib ketishgacha bo'lgan har bitta etapi ko'rsatib beriladi va siz buni qilasiz. Qilmasligingizning iloji yo'q. Farqi yo'q, 10 ta o'quvchi olasizmi, 5 ta o'quvchi olasizmi, siz o'zingizni kursingizni tashkil qilasiz va o'sha kursingizni o'taysiz. Hammasi real hayotda bo'lishi shart. O'shanda biz aytayotgan va'dalarimizni bajargan bo'lamiz. Ikkala tomon ham xursand bo'ladi va siz shuncha vaqtdan beri kechiktirgan ishni bu yil 2026-yil amalga oshirgan bo'lasiz. Hurmatli ustoz, videoni shu vaqtgacha ko'rgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz bu dasturga mos tushadigan insonsiz va qaysidir ma'noda qiziqdim, yana bir gaplashib ko'rishim kerak, o'zi nech pul ekan degan savolingiz qoldi. Biz fevral oyidan boshlashni reja qildik va 20 tagina o'quvchini offlaynda olishni rejasini qilganmiz. Chunki bu mentorship, bu yerda juda ko'p o'quvchi olinmaydi va mana shu 20 ta ustoz bilan doimiy ravishda biz aytayotgan boyagi B nuqtaga chiqqunlaricha ishlanadi. Bu o'sha 2 oylik transformatsiya jarayonidan tortib, to sizni biz xohlayotgan daromadga chiqqunizgacha bo'lgan holatda individual ko'rinishda men bilan 24/7 access olib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdagi narxlari va yana bitta-ikkita nyuanslarini men bilan suhbatda Zoom call orqali qilishingiz mumkin. Buning uchun siz o'zingizning ma'lumotlaringizni videoni opisiyasidagi, descriptiondagi havola orqali, demak, to'ldirib qoldirishingiz mumkin. Agar siz biz xohlayotgan inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizga o'zim aloqaga chiqaman. Rahmat.